Bu Uhud tog'i. Bu yerda. Ha. Opamlar boshqa odamlar berishibdi. Savob bo'lsin deb. Gruppa keldi hamma. Hurmatli jamoat, mana bu qarshimizda turgan mana shu 70 ta sahobiy dafn qilingan qabriston. Va mana bu ichkarida turgan devorlar bu o'sha oldingi paytda belgi bo'lishligi uchun o'ralgan va narrog'ida yana bir devorni o'rab qo'ygan eski. Nimaga o'ralgan desa, belgi bo'lishligi uchun. Chunki barchamizga ma'lumki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiylarga nima dedilar? Belgi bo'lishligi uchun bitta tosh qo'yib qo'ying dedilar qabrga. Endi tosh qo'yib qo'ying dedilar. Agar aytadigan toshlar hammasi o'xshash desa, unda bitta chizib qo'ying dedilar. Shuning uchun nima? Mana shu belgi bo'lsin, odamlar bu qabrni bosib ketmasin deb degan maqsadda shunaqa bir belgi qo'yildi. Bugungi kunimizdagi boyagi baland binolardan turgan bir qabrlar bu shariatimizga qarshi keladi. Chunki Ali roziyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga aytuvdilar deydi. Qayerda bir jonli narsaning suratini ko'rsangiz o'chiring, qayerda baland bir qabr ko'rsangiz uni chekizlang deb buyurganlar. Chunki qayerda bir baland, gumbazli bir qabr bo'ladigan bo'lsa, bilmaganlar u yerga borib sig'inib olishi mumkin. Bir narsadan so'rashi mumkin, farzandga so'rashi mumkin va hokazo. Tajribada hozirgi kunimizda guvohi ham bo'lyapmiz. Qancha qabrlar, falonchi avliyoni qabri, tugunchi avliyoni qabri deb atalib qolgan, gumbazlarni qilib qo'yishgan chiroyli qilib. Bilganlar yaxshi ziyorat qilib qaytadi. Bilmaganlar yoki ko'pchilik borib o'sha yerdan madad so'rashib, shifo so'rashib, bola so'rashib va hokazo olib o'tibdi. Shuning uchun shariatda qabr degani mana shu sahobiylarning qabri bo'ladi. Sahobiylarning qabri shu bo'lgandan keyin undan boshqalar nimaga loyiq bo'lishi mumkin? Shuning uchun qabrlarni nima? Har xil belgilar qo'yib, toshlar qo'yib, estalinglar. Alloh saqlasin, kofirlarga o'xshab gullar ilib bunaqa qilmashimiz kerak. Suratlarni chizib qo'yishyapti hozir, xatlarini yozib. Bu hammasi shariatga qarshi bo'lgan ishlar. Endi qabrni ziyorat qilishlikka kelsak, hurmatli jamoat, boya zikr qilganimizdek, bu yerda 70 ta sahobiy, mana shu Uhud jangida shahid bo'lgan 70 ta sahobiyning qabri bor. Ulardan eng ulug'lari nima? Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu yoki Mus'ab ibn Umayr va hokazo ulug' sahobiylar bu yerda shahid bo'lgan. Va endi boya aytganimizdek, ularning bizda haqqi bor, hurmatli jamoat. Ular yer uchun, boylik uchun, mansab uchun shahid bo'lishmadi. Din uchun, Alloh taoloning dini qoyim bo'lishligi uchun, odamlar Alloh taologa ibodat qilishliklari uchungina shahid bo'lishdi. Shuning uchun bularning haqlariga duo qilib ketishlik bizdan bo'lgan bir odob bo'lib hisoblanadi. Undan keyin ziyorat qilishligimizning sabablaridan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, men sizlarni oldin qabr ziyorat qilishlikdan qaytarardim. Endi qabrlarni ziyorat qilinglar, chunki qabr ziyorat qilishlik sizlarga oxiratni eslatadi deydilar. Ya'ni hadisga agar ozgina tafakkur qilib qaraydigan bo'lsak, oldin sizlarni qabr ziyorat qilishdan qaytarardim deydilar. Ya'ni islomga yangi kelganda sahobiylar shirk va tavhidda ajrata olmay nima shu qabrlarga borganda yana qaytib shu qabrlardan bir narsa so'rab olishmasin deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islomning boshida qabr ziyorat qilishdan qaytardilar. Undan keyin nima qabrlarni ziyorat qilinglar. Haqiqatda qabr ziyorat qilishlik sizlarga oxiratni eslatadi dedilar. Ya'ni bu yerni ziyorat qilishimizdan birinchi maqsad o'sha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tushuntirishlik, undan keyin oxiratni eslab nima nafsimizga ozgina tarbiyalab qaytishlik. Endi ziyorat qilishlik tartibi qanaqa bo'ladi desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan bir duo bor. Ma'nosi shuki: Assalomu alaykum ey musulmon va mu'minlardan bo'lgan qabr ahli, Allohga sizlarni Allohning sizlarga tinchligi bo'lsin.
biz ham sizlarning orqangizdan mana shu yerga kelamiz. Alloh taolo sizlarga ham bizga ham mana shu yerga tinchlik, ofiyat bergan bo'lsin degan ma'nodagi duo. Hozir shu duoni inshaalloh o'qiymiz. Erkak kishilar ovozini chiqarib orqadan qaytalasa bo'ladi, ayol kishilar ichidan qaytalaydi. Yoki bilganlar o'zlari o'qisa bo'ladi, yoki kitoblarni ochib o'sha duoni kitobdan o'qisa bo'ladi. Lekin faqat o'sha duoni o'qishlik bilan cheklanamiz. Boshqa narsa bu yerda shariat qilinmagan. O'tirib olib Qur'on o'qib, bag'ishlab va hokazo yo'q, hech narsa bu yerda shariat qilinmagan. Faqat mana shu duoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar, shu duoni o'qiymiz, qaytamiz. Va eng asosiysi nima? Bu yerda biz o'zimizni, nafsimizni tarbiyalab qaytamiz. Ertaga biz ham mana shu qora tuproqqa qo'yilamiz. Bu yerda 3 ta narsa haqida so'ralamiz. Dining, Robbing kim, dining nima, payg'ambaring kim so'ralamiz. Qani men bu yerga nima tayyorladim deb nima nafsimizni tarbiyalaymiz. Va bu yerda mana bu yerda yotgan tuproqlar, toshlar, bularni so'mkaga tabarruk qilib solib ketsa bo'lmaydi. Oddiy ko'chadagi tosh tuproq bilan hurmatli jamoat. Boya zikr qilganimizdek, bu qabr egalaridan hech narsa so'ralmaydi. Bularga biz duo qilamiz, bizning duoyimizdan ular bahramand bo'lsin. Alloh taolo hammamizni muvaffaq etsin. Hozir duoni o'qiymiz, orqadan qaytaraysizlar. Bilganlar o'zi o'qisa bo'ladi yoki kitoblardan ochib o'qiganlar o'zlari o'qisa bo'ladi. Bilmaganlar orqadan qaytaradi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. Alloh taolo qilgan ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Xato nuqsonlarimni o'zi kechirgan bo'lsin. Assalomu alaykum. Hozir bir chetga soyaga kechirasiz. Soyaga o'tsak